Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi ko'chmas mulkimiz 4 xonali kvartiramiz bo'ladi, hurmatli obunachilar. Mestasına keladigan bo'lsak, 6-mikrorayonda, hurmatli obunachilar. Ben Google'da urologiya, hurmatli obunachilar, urologiya desa hamma biladi. Beda Bellan ofisi. Yo'la chiqadigan bo'lsak, bu yerda Dekkan bozor, Hamkorbank, Xalq banki joylashgan. Bu yerda ZAGS. Joyimiz ishi domimizda bo'ladi. 9 etajli domni 4-etajında 4 xonali kvartiramiz sotib chiqdi. Xonalari alohida. Ullu xonalari. Qancha ichkari qismi bilan donishib ko'rishib chiqsak. Hurmatli obunachilar, 4-etajimizga yetib keldik. Liftlar ishlab turibdi 100%. Her etajda 3 xo'jalikdan ekan, hurmatli obunachilar. 9 etajli domning 4-etajında. Ishiklari demir eshik, zamonaviy yaxshi sifatli ishlardan qo'yilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Girganimizdan chap qo'limizda dolan etib qo'yibdilar. Ayrim jihozlari bilan sotiladi joyimiz. Aynalar akvayna, rushotkalar bo'lgan, kondisioner, devorlari aboy, patimiz kraskalangan, ajoyib oqlanib turibdi. Bu tarafa giradigan bo'lsak, bu yerimiz spannimiz, oyoq teli taxta pol, stenalar aboy, o'rtamiz quyma etib, ajoyib etib ishlangan ekan patologimiz. Galagellari bor. Eshiklari zamonaviy, yaxshi sifatli ishladi. Yan tarafimizga giradigan bo'lsak, sanuzelimiz, hurmatli obunachilar. Da patologachalik kafel bo'lgan patologimiz plastik, oyoq teli kafel bo'lgan. Suv, svet, gazdan umuman problemasi yo'q. Yan taraf spalni, bu yanimiz zal, bu yanimiz kladovka, kuxni, balkon joylashgan. Bu yan taraf zalimizga kiradigan bo'lsak, zalimiz ajoyib, akurat ne bo'lib turibdi, hurmatli obunachilar. Lyustralar asilgan, perdalar bo'lgan. Bering aboylar ham mo'shni yaxshi aboylardan qo'yilgan. Yan tarafa kuxnimiz ham ajoyib. Ayrim jihozlari qoladi, ayrim jihozlari ketadi. Oyoq telamiz kafel bo'lgan. Eng uyg'unliklar bor. Bu yerda ajoyib mo'ykasi, kirmashin, xonadonlik hamma narsasi bor. Dokkotinli kotlan bor bu yerda. Airfil yaxshi sifatli kotlardan qo'yilgan. Bu yerda gaz plitasi joylashgan. Bu yanimiz kladovka etib qo'yibdilar. Bu yerda mebellar ham qoladi. Aynalar akvayna. Bu yan tarafimiz balkon qismi kladovka etib qo'yibdilar, hurmatli obunachilar. Kuxnimiz ham ko'rsatib o'tdik. Bellamiz plastikaga. Hurmatli obunachilar, kuxnimiz ullu tushgan. Bu yan tarafa giradigan bo'lsak, kladovkamiz, bu yerda kladovkalar ko'p, xonalar ham ullu tushgan. 1 2 3 4 xonali kvartiramiz, hurmatli obunachilar. Bu yan tarafimiz spalnining, bu ham ullu spalni, mebellari bor. Joyimiz narx-navosini pastda ofitsialda yozib qoldiramiz. Joyimiz 2 kredit ham chiqadi. Kelib savdolashib olaverasiz. Sog' olun, salomat olun. Kanalga obuna bo'lish yoddan chiqmasin. Hamma shunday joylar olish nasib etsin. Sog' olun, salomat olun.